Allah'ın El-Kerim degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende dehqonlarga Ustaz Abduvali Qori rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru aslida Allah subhanahu ve teala'nın güzel isim sıfatlarının kıskaça tefsirleri dersliklerden Allah'ın El-Kerim degan isim sıfatları haqidagi tafsirlarni o'qiymiz inshaalloh. Ba'da euzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın El-Kerim degan isim sıfatları haqidagi tafsirlar. Allah'ın bu isim sıfatları Kur'an'da 3 yerde tilga ilingan. Yani Sure Naml 40. ayetinde Euzu billahi mineşşeytanirracim. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. tercümesi nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochqichi elib kelaman dedi. U duo qilib edi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon taxtning yenida turganligini ko'rganda, bu Rabbimning men qilgan ihsonidir. Uningga shukr qilamdim yo tuzkurlik qilamdim. Buning bilan meni sinidi. Kimiki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkurlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kengdir dedi. El-Kerim va'da qilsa vafo qiladigan, berganda ham umid qilgandanmi ko'p berguchi zotdir. Qanchalik berganligini, kimga berganligini e'tiborga olmasdan marhamat qilguchi zotdir. İltica qilguvchi kishining iltijosini zoya qilmaydigan zotdir. Arasida vositachilarga hojatini tushirmasdan berguchi zotdir. Bu sifatlarni jam qilguchi zot faqat Alloh subhanahu va taoladir. Bu xislatlar hech qachon insonda komil sifat topilmaydi. Lekin inson Alloh subhanahu va taolaning El-Kerim sifatini bilgandan keyin qo'lidan keladigan Allohning bandalariga yordam qilish sifati bo'lgan vaqtda fursatni g'animat bilib yordam qilish kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam musulmon kishining El-Kerim sifati bilan sifatlanishi kerakligini isbotlab shundoq dediki, uzun daraxtga El-Kerim ismini ishlatmanglar. Yani mutlaq işletiş emas, belki El-Kerim sifati bilan sifatlamanglar. Chunki El-Kerim sifati bilan sifatlangan shaxs faqat musulmon kishi bo'ladi. Yani musulmon kishini payg'ambar alayhisolatu vassalam El-Kerim sifati bilan sifatladi. Shuning uchun mu'min banda Allohning El-Kerim sifatini bilgandan keyin Allohning bandalariga qo'lidan kelishicha yordam qilishni o'rganish kerak. Qur'on va hadislarda Alloh subhanahu va taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Hadislardan payg'ambar alayhissalatu vassalam mundaq deydi. Tarjimasi: Rabbinglar Allah sehi hayoliq zotdirki, agar bandasi qo'lini ko'tarib bir narsa so'rasa, uni quruq qo'l qaytirishdan hayo qiladigan hayoliq zotdir. Abu Davud 1490, Termizi 3904 hadis.
Sure Naml 40. ayetida tercümesi nazil bo'lgan kitobni cho'nqur biladigan zot, ya'ni Asaf ibn Burxiya, uni men sana ko'zingni yumib ochqichi elib kelaman dedi. U duo qilib edi, taxt darhol oldida hozir bo'ldi. Sulaymon alayhissalom taxtning yonida turganligini ko'rganda, bu Rabbimning men qilgan ihsonidir. U shukr qilamdim yoki tuzkorlik qilamdim, buning bilan meni sinidi. Kimiki shukr qiladi ekan, u o'zining foydasi uchun shukr qiladi. Kimiki tuzkorlik qiladi ekan, bilish kerakki, haqiqatan Rabbim uning shukr qilishidan behojatdir. Allohning karimi kengdir dedi. Sura Voqea 77-oyati. İnnehu lequr'anun kerim. Tercümesi şek şübhisiz ki o ulug' Kur'an'dır. Sura İsra 23-oyati. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Tercümesi Rabbin fakat onun özüge ibadet kılışınlarını ve ata-ananglarga yaxşılık kılışınlarını tavsiye kıldı. Ularning biri yoki ikkilisi senin kol astında bulup yaşınıp kalsa, ularga ohoy demegin, yani malallıqni bildiradigan shunchalik so'zni qilmagan. Ularni do'shkanlamagan. Ularga hurmat bilan yumshoq so'z qilgan. Sura Nisa 31-oyatida إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Tercümesi eğer sizler men'i kılıngan çoğun günahlardan saklansanglar, Kerimimizge elip küçük günahlarınlarını yok çıkarımız ve sizlerni esil makanğa, yani cennetke kirgizimiz. Sura Enfal 74-oyatida والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Tercümesi iman etganlar, Medine'ge hicret qilganlar, Allah'ның yolida jihad qilganlar, yurtida muhacirlarga joy berganlar va yordam ko'rsatganlar, ya'ni ansarlar, ana shular haqiqiy mu'minlardir. Bularning gunohi mag'firat qilindi. Ular jannatda esil rizqqa ega bo'ladi. Sura Ahzab 44-oyatida تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Tercümesi ular Allah'a mulakat bo'lgan kunda ularga Allah tarafidan yo'llanadigan salom sizlarga amonlik bo'lsin degan so'zdan iborat. Allah ularga esil mukofot tayyorladi. Sura Hadid 11-oyatida من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Tercümesi kimiki Allah'a qarzı hasana beradigan, ya'ni Allohning roziligini tilab, uning yo'lida pul mal sarf qiladigan, Allah uning hassilab qaytirdi. Uningga cho'ng savob berdi. Sura Infitar 6-oyatida يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Tercümesi ey insan,
Seni merhametlik Rabbinge asilik qilishga nima oldi dedi? Elhamdülillah. Yuqorida Allah subhanahu ve Taala'nın El-Kerim sübtinin tefsirini anladыңlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.